Assalomu alaykum do'stlar, xayrli tong, xayrli kun, xayrli tun. Qayerda va kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, mening ismim Islomjon va biz bugun sizlar bilan Telegramda yasagan Echo botimizni rivojlantiramiz. Bugun sizlar bilan qanday qilib Telegram botdagi foydalanuvchining ismi, username va user ID'sini olishni o'rganamiz va uni foydalanuvchini o'ziga ko'rsatamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi bo'lib o'tgan darsda qilgan ishimizni ko'rib olishimiz kerak. Ya'ni biz o'tgan darsda start bosganda salomlashishni qilgandik va oddiy Echo bot yasagandik. Bugun bo'lsa shu mana bu foydalanuvchini mana bu ismi, username va user ID'sini olishni o'rganamiz. Xo'sh, buning uchun Visual Studio kodni ochib olamiz. Ochganimizdan keyin birinchi bo'lib bu narsalarni ko'rib olamiz. Ya'ni biz o'tgan darsda o'sha Echo bot qilish uchun mana shu joyni yozgandik. Endi biz mana shu joyni biroz o'zgartirib, foydalanuvchiga o'zini username, user ID'si va ismini ko'rishiga xabar yuboramiz. Bu juda oson va juda kerakli narsa. Deyarli hamma botda ishlatiladi. Deyarli emas, 100% hamma botda ishlatiladi. Xo'sh, buning uchun shunchaki username degan o'zgaruvchi yozamiz va buni message ya'ni xabar nuqta from user ya'ni foydalanuvchidan user nuqta username ni olamiz. Username ni olamiz. Bu username mana bu kichikcha bilan boshlanadigan narsa. Xo'sh, username ni olganimizdan so'ng endi user pastki chiziqcha full name. Xo'sh, full da ikkita l bo'ladi. Full name degan o'zgaruvchi yaratib, bu o'zgaruvchiga ham o'sha xabar, ya'ni foydalanuvchi yuborgan message'dan from user nuqta full pastki chiziqcha name. Nima uchun full name? Xo'sh, mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, bizda ikkita narsa turibdi, ya'ni first name, last name. Biz Telegramda ko'pchiligimiz mana bu faqat first name ni yoki faqat last name ni yozib, bittasini bo'sh qoldirishi mumkin. Shuning uchun agar biz faqat first name deb qo'yadigan bo'lsak, faqat first name degini oladi, ya'ni Islomjonni o'zini oladi. Agar biz faqat last name deb qo'yadigan bo'lsak, faqat mana shu last name ni oladi va agar bu last name bo'sh bo'lsa, ya'ni kimdir bu yerni shunchaki mana bunaqa bo'sh qilib yozib qo'ygan bo'lsa, bizni kodimizda xato chiqishi mumkin. Shunaqa bo'lmasligi uchun biz full name olamiz, ya'ni first name ni ham, last name ni ham oladi. Agar birortasi bo'sh bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xo'sh, olganimizdan keyin endi qani, bu yerdan biz user ID ni olishimiz kerak. User ID o'zi nima degan savolga, bu Telegram tomonidan sizga berilgan takrorlanmas noyob raqam. U hech kimda yo'q, faqat har bir user uchun alohida bitta beriladi. Xo'sh, bu yerga user ID teng message nuqta from pastki chiziqcha user nuqta ID. Biz user ID ni ko'p narsa uchun ishlatishimiz mumkin. Masalan, siz botga admin qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu user ID yordamida tekshirish qulayroq. User ID hammada bo'ladi, hatto username yo'q bo'lsa ham biz user ID ni olishimiz mumkin. Chunki bu doim bo'ladigan narsa. Endi biz bu yerda message ni o'zgartiramiz. Biz string ichida bu mana bu username, full name, user ID larni yozishimiz uchun jingle clause ishlatishimiz kerak. Lekin string ya'ni matn ichida bu narsa o'zi ishlamaydi. Shuni ishlatish uchun shunchaki qo'sh tirnoq oldidan f ni qo'yib qo'yamiz. Buni qo'yganimizdan keyin bizda mana bu jingle clause ham ishlashni boshlaydi. Xo'sh, birinchi bo'lib salom. Bu yerda o'sha userni full name ni yozishimiz kerak. Full name yozganimizdan keyin
keyingi qatordan yozish uchun mana bu teskari slash va n. Bu teskari slash o'chiradigan knopkani pastda bo'ladi. Xo'sh, buni yozganimizdan keyin sizning usernamingiz, ya'ni username, xo'sh, bu yerda kuchukcha qo'yishimiz kerak, chunki username'ni o'zini yozib qo'yadigan bo'lsak, bu o'zi avtomatik mana shu kuchukcha belgisi bilan bormaydi. Shuning uchun oldiga qo'yib qo'yish zarar qilmaydi. Xo'sh, bu yerga username'ni yozganimizdan so'ng yana bitta enter tashlab, sizning id 2 nuqta qo'yib, bu yerga jingalak qaus va user pastki chiziqcha id. Yo'q, bu yerda xato yozdim. Buni to'g'rilaymiz. Buni yozganimizdan keyin endi botni ishga tushiramiz. Bot hozir ishga tushgandan keyin bizga mana shu narsalarni yuborish kerak. Xo'sh, botga start bosamiz va salomlashuv xabari. Bu yerda oddiy salom deb yozamiz va bizga olgan ma'lumotlarimiz, ya'ni salom Islomjon Kamolov. Xo'sh, sizning username ikamolzip, ya'ni buni ustiga bossam meni profilimga o'tadi. Meni user id ham bu yerda. Bu hammada har xil bo'ladi. Xo'sh, bugungi darsimiz shu. Oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, rahmat. Bu narsalarni o'zingizdan qaytarib, o'zingiz qilib ko'rishingizni maslahat beraman, chunki esingizdan chiqib qolishi mumkin. Lekin bu narsa juda ham kerakli narsa. Agar siz kitob o'qishga qiziqadigan bo'lsangiz, bu yerda Fikr Hub botga kirib, start bosib qo'yishingiz mumkin. Bu bot shunchaki postlar yubortiradi. Xo'sh. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr.